Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Xudo xolasa navbatdagi bitta Farg'ona Qo'qonga o'tkazilgan darvozamiz sizlarga bir qator narxlarni, materiallarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Darvozamizni korobka qismi ko'rishlaringiz mumkin. Korobka qismi 15 dan bo'lgan, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Pastlari 14li shvillar ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh. Mavetlari, listlari ko'rishlaringiz 1.8 qavat bo'lgan, geometriyalarni to'rtga bo'lgan va o'dir-budir listlardan qo'yilgan va qavat bu listlarning orqasiga shunga qilinadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozaning ovozi umuman yo'q. Taqqilat ko'rsatamiz. Darvozaning ovozi umuman yo'q. Hermetik shpaklovkalar bo'lgan choklarga hamma joyi tinmay turibdi darvozani. Xo'p, darvozamizning kartkasi отдельный bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin mavetidan. Darvozaga bitta ko'rib baho berasizlar. Barcha turdagi darvozalarni yasab o'rnatib beramiz. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz. Xo'p, darvozamizning kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi oq kraska bo'lgan, keyin ustidan kumush qilingan, tilla qilingan va lak sepib, eng tagida gruntovka grammatikasi bor. Juda ham jarni chiqqan darvoza. Ko'rishlaringiz mumkin. Va zamoklardan ko'rishlaringiz mumkin. Hozirgi mashhur zamoklardan biri. Orqa fasadini bitta ko'rsatamiz. Obyektni qo'ysak, bekilib qoladi. Bunaqadan ham bo'lgan. Orqa fasadi mana bunaqa bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita ochilib bo'ladigan pultli darvoza bo'ldi bu. Pultini ham qo'yib berishadi, faqat biz qo'yib bera olmaymiz. Zamoklariga bitta e'tibor beramiz. 3 ta sharner qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. 3 ta sharner. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Kaltkasiga 2 ta sharner qo'yilgan. Kaltkasi mabetdan qirqiladi desa, pastroq qilsa darvozaning ovozi yana ham yo'qoladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa fasadlari tekis mana bunaqa chaspeylardan ham qo'yib beramiz. Yaqinroq chaspey. E'tibor berib qo'yamiz, chaspeylardan qo'yib beramiz. Taglari shvillar, turli shvillar. Darvoza ham ideal holatda, orqasi ham yaltirab turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari ham old fasaddan ko'ramiz. Baqirg'olariga yaqinroqdan ko'rsatamiz mana. Rezinkalargacha qo'yib berganmiz. Uni bekitib qo'ymaymiz, agar bekilib qoladi biz. Xo'sh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Barcha turdagi darvoza, panjara, naveslarni yasab o'rnatib berish xizmati bor. Bizni manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Barcha turdagi darvozalarni yasab beramiz. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Darvozaning narxini bilish uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Juda ham jalli darvoza.